Aleyküm, xush kelibsizlar. Bismillah, mana shuni ikki oylar siljitib tursan. Xonaki bugun birinchi kelishingiz, ha? Endi mana mono ham meni restoranda bir o'zgacha bir narsa. Haligi yosh bolalar uchun. Ha? Ya chiqaraveramiz nima endi? Qani bismillah. Bu taomdan hech yemagansiz oldin, ha, aka? Xudo xolasa inshaalloh o'sha akam bilmayman bir 4 kundan beri Abdulloh aka iltimos juda chiroyli qilib berasiz, xudo xolasa. Asha Hasakaning eng yaxshi insonlarini, qori insonlarni olib boraman dedi. Mani qor akam olmayapmiz. Xudo xolasa o'ta maza qiladigan taom, juda ham go'zal. Tandurda 4 soatda pishadi. Go'shtlari o'zimiz halol, mesli go'shtlardan bo'ladi inshaalloh. Endi Asakani ham o'ziga yarasha mashhur ovqatlari bor, bilamiz. Endi bu ham biz Andijonda Quddusdek restoranda eng go'zal bo'lgan, eng mashhur taomlari, mana go'shtlari juda ham go'zal, xudo xolasa. Hurmat qilib kelayotgan insonlarga alohida rahmat. Boshqa biron bir kamchilik yo'qmi? Hamma yo'qingiz yaxshimi? Mayli, yaxshi o'tiringlar. Xo'p bo'ladi, yoqimli ishlar. Xo'p bo'ladi.